Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonim, omonmisiz? Alhamdulillah. Xo'p, yana bir soddagina go'zal ijod o'z nihoyasiga yetdi. Buxoroda yana Orako'l tumanida. Xo'p, ikkita ijod barpo bo'ldi mana qadrdon. Xo'p, oq va qora kombinatsiya, yana bir ozgina fantaziyalar, tepalariga bunaqa gullari bilan xullas oddiygina qilib yopishtirib qo'ymadik, inshaalloh go'zal qilib bitqizdik. Allohga shukr. Xo'p, qadrdon, 100 litrli qozonimiz hamda 50 litrli qozonimiz. Ikkalasi 2 metr 2.25 shunaqa joylarga joy bo'ldi. O'ta ixchamgina, qulay bo'lib tushdi xullas. Mana ishlashga, qo'g'irishga, pishirishga qulay bo'ldi. Xo'p, qadrdon, test jarayonini ko'rib olamiz birdan. O'tkazamizda, keyin inshaalloh qolgan gaplar. Qani, Jasur aka, yoqing. O'zimizning logotip. O'chochimoq o'tdim, xullas. Nomerlarni yozib ketaman yana. Bemalol aloqaga chiqib. Xo'p, zakaz berib olasizlar, xudo xolasa xizmatdamiz. Xo'p, qadrdon, super pilisos o'choqlar. Mana shu holatda. Mana yonganligini bitta tutib ko'rasiz. Eshikni bekitib. Qani? Mana qitikka tandira bor ekan, tandirda buzmagan holda. Buzbaylarda bari yoniga iloji boricha sig'dirib berdik. Mana shu holatda mana. Tortchlari o'ta zo'r, ekonom variantda bo'ladi, xudo xolasa. Keyin juda uzoq yil inshaalloh to'lmasdan xizmat qilib beradi. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadrdon, vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik.